Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yummy deb nomlangan salat tayyorlaymiz. Bu yummy deb o'zim nomladim. Juda ham mazali bo'lgani uchun yummy deyapman. Juda ham zo'r dasturxonbob bo'ladi. Birinchi kartoshkalarimizni shunaqa pare qilib to'g'rab, sodali suvda yaxshilab kraxmallari ketguncha yuvsanglar, quritib, qizigan yog'da pishirsanglar yopish qolmaydi. Dona bo'lib zo'r chiqadi. Mana shunaqa qilib pishirasizlar va baland olovda pishiringlar. Shunda kartoshkalar dona bo'lib chiqadi. Hamma sirlari bilan aytaman. Kartoshkani ham qo'rganimizda fransuzskiy salatlarga ham shunaqa pishiringlar, shunda yopishib ketmaydi. Tuxumlarimizni shunaqa oliviyaga qanaqa to'g'risanglar, shunaqa to'g'raysizlar. Pishlog'imizni ham xuddi shunaqa to'g'radim. Kolbasani ham xuddi shunaqa qilib to'g'raymiz. Kolbasani o'rniga xohlasanglar boshqa go'shtdan foydalansanglar bo'ladi. Bodringni ham to'g'raysizlar. Bodringni ichini olib tashlashingiz shart emas. Qattiq bodringdan foydalansanglar suvlari chiqib ketmaydi. Va konservalangan jo'xori soldim. Ustidan pishirib olgan kartoshkamizni yarmini soldim. Tabga ko'ra tuz solib, mayonez solib yaxshilab aralashtiraveramiz. Bezagi o'zlarini xohishinglarga ko'ra